Salom do'stlar, sizlar bilan Language in Details kanali va bugun Kotlindan darslarimizni davom ettiramiz. Va bugungi darsligimizda, ya'ni sravnение qiladigan, ya'ni birinchi biz hozir sonlarni qo'shishni ko'ramiz, ya'ni boshqa turlarni. Keling. Fun main deb yozaman. Yozdik. Mana masalan, value a teng 5. Ya'ni values teng 5 bo'ldi. Value b teng 5 ga. Mana 5 emas, masalan 7 deb qo'yamiz. Endi do'stlar, bularni chiqarish uchun biz aytgandek, o'tgan darsda ham begin degan nimalarimizni ko'rib o'tganmiz. Uning uchun alohida sum deb, masalan, yoki sum yoki result deb yozishingiz kerak va unga alohida konteyner qo'yishingiz kerak edi. Ya'ni a plus, ya'ni a plus b deb o'ziga alohida konteyner qo'yishingiz kerak edi va uni print qilib ekranimizga chiqarishimiz kerak edi. Mana, masalan, ekranga hozir chiqaramiz. Do'stlar, buni siz masalan hozir printga chiqdi, mana 12 bo'ldi. Endi do'stlar, ikkinchi nimamiz bor edi, ya'ni bu yerda siz masalan value t teng 888 deb yozsak bo'ldi edi. Endi siz bunday qilib yozishingiz o'zining masalan sonining tipini ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Masalan t2 mayli t1 teng, ya'ni 2 nima int teng 888 qilsangiz bo'ladi. Shunday qilib qo'yishingiz qilsangiz ham bo'ladi. Int deb o'zining tipini ko'rsatsangiz bo'ladi. Masalan, bu yerda float bo'lishi ham mumkin edi. Biz faqat int qildik. Ya'ni int qilishga qildik. Endi do'stlar, yana bir bitta nima, biz bo'ladigan bo'lsak, masalan, biz kompilyuterga bo'lishimiz kerak. Masalan, 10 ni bo'lamiz. Masalan, keling, bu yerga nima qilaman men? 10 bo'lingan 3 necha chiqadi do'stlar? Bu yerda bilasiz, qoldiq son chiqishi kerak. Shuning uchun biz hozir birinchi print ln, ya'ni 10 bo'lingan 3 qilib qo'yamiz. Keling, men bu yerda printni nima qilib qo'yaman? Ya'ni kommentariyaga olib qo'yaman. Ya'ni buni hozir ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ram berdim hozir. Bu yerda ko'rsak 3 chiqdi. Nega 3? Ya'ni 10 ni 3 ga bo'lsak, do'stlar, qoldiq 1 qolishi kerak edi-ku, to'g'rimi? Bu yerda bo'lganimizda bu qoldiq qoladi. Ya'ni bo'lishganda bu yerda alohida qoldiq chiqarib bermaydi do'stlar. Endi aytmoqchi bo'lganim endi nimamiz? Biz ostatkisini, ya'ni qoldiq chiqaradigan bo'lsak, biz uning uchun bunday qilishimiz kerak. Ya'ni print ln, ya'ni 10 bo'lingan bo'lishi uchun bu yerga biz procent qo'yishimiz kerak va uning qoldig'ini chiqara olamiz. Ram beramiz. Mana, bu faqat do'stlar qoldig'ini chiqaradi, bu esa 10 ni 3 ga bo'lgan butun sonni chiqaradi. Butun sonni chiqarib 3 chiqadi bu yerda, bu yerda esa 1 chiqadi butun sondan. Ko'ringizdek, tamam. Endi hozir bu yerda biz buni qo'zg'agan edik. Bu nimani, temani. Keling, mayli. Bularni kommentariyaga olib qo'yaman do'stlar. Mana, qilib qo'ydik. Endi do'stlar, value masalan int number. Va do'stlar, aytganimdek, bu yerda int qo'yib va bu yerga biz 10 deb yozamiz va value 2 3 qildik. Buni do'stlar qilganimizda, ya'ni bo'lib ko'ramiz hozir print. Xuddi shuni printdan bo'lamiz int num 2 ga bo'lganimizda aytdim va keyingi nimani sizlarga farqini ko'rsatmoqchiman. Endi do'stlar, o'tgan darsda aytgandik, float degan o'zgaruvchi ham bor edi. Float, ya'ni value float number teng bu yerga
10 deb yozamiz va buning hammasining farqini ko'rsatmoqchiman sizlarga. Value bu yerga 10 demaymiz, 3 deymiz. Bilardik do'stlar, float qo'yganimizda hammasining iziga f qo'yishimiz kerak. Va print ln qilamiz. Float number ikkalasini bo'lgandagi nimani men sizlarga farqini ko'rsatmoqchiman. Va yana bitta nimamiz bor edi, print float ga o'xshash, bu double degan edi. Double ni ham sizlarga ko'rsataman hozir. Value number double qilamiz. Teng buni ham 10.0 qo'yishimiz kerak. Value 3 qo'yamiz. O'zini bunday qilib chiqarib turadi. Tap to complete degan bor. Tapni bossangiz o'zi chiqarishi kerak do'stlar. Print ln ya'ni double buni bo'ladi. Keling, endi buni hammasini chiqarib ko'ramiz kompilyatorimizga. Qanday nimalar bo'lar ekan bo'lganimizda. Mana 3 ni bo'ldik. Bu yerda birinchisida o'zining 3-ni chiqarib berdi. 10 ni 3 ga bo'lsak, ya'ni matematikada qaytalanadigan son bor, bilasiz. 3.3 nimani skobkaga olib qo'yadi, ya'ni buni davom ettiradigan. Men hozir nomini unutib qo'ydim. Matematika bilan ko'p vaqt bo'ldi shug'ullanmaganimga. Shuning uchun bu yerda keyinida eng oxirida 5 bor. Buni matematikada masalan bu yerda bo'lganida kechasiz. Bu yerda bo'lganida hozir print chiqartib berdi, to'g'rimi? Print bo'lganda 3 kechirasiz. 3 ya'ni buning nimasi 3 skobkada matematikada kechirasiz. Nuqta bunday bo'lishi kerak edi. Bu yerda esa ya'ni qaytalanadigan son bo'lsa 3 nuqta nimada skobkada 3 bo'lishi kerak edi. Buni hammasining farqini ko'rdingiz degan umiddaman do'stlar. Biroq bu yerda ko'rdingiz, floatdan keyin aniq f qo'yishimiz kerak. Chunki u double ga nima qilib ketishi mumkin. Qabul qilib ketishi mumkin. Ostatik bilan, ya'ni qoldiq bilan bo'ladigan narsalarni ko'rdik do'stlar. Endi do'stlar, eng qizig'i bu yerda, keling bularni hozir men kommentariyaga olib qo'yaman. Eng qizig'i endi do'stlar, biz bularni hammasini qo'shganimizda qanday bo'ladi? Masalan, qo'shamiz hozir. Value res deb qo'yaman. Ya'ni res 1. Ya'ni result degandagi res 1 int number qo'shilgan float ni qo'shib ko'ramiz endi do'stlar. Float number. Ya'ni buning men hozir buning nimasi ответi qanday chiqarilishini ko'rmoqchimiz do'stlar. Qarang. Int bu yerda to'liq son, bu yerda esa drobniy bo'lib chiqadi, ya'ni drobniy son bo'lib turibdi. Bu yerda hozir shuni biz hozir ko'rib ko'ramiz. Res 1. Ikkalasini qo'shamiz. Ko'rdingiz? Ya'ni buning nimasi ответ ham float bo'lib chiqadi do'stlar. Agar siz buning nimasini ko'rishni istasangiz, ya'ni bu yerda ikkita nuqta qo'yib, hozir ikkita class java deb qo'ysangiz bo'ladi. Class java nuqta simple name. Simple name qilsak, bu yerda rezultatimiz qanday nimada tipda chiqishi kerakligini aytishi kerak. Qarang. Mana floatda chiqadi ответimiz. Endi do'stlar, biz keyingsini ko'ramiz. Value, ya'ni keling value buni res 2 deb qo'yaylik, keling. Res 2 teng int number 1 plus bularni o'zgartiraylik. Va double ni qo'shib ko'ramiz do'stlar. Double ning birinchisini qo'shib ko'ramiz va qanday chiqishi kerak? Masalan, bu yerda 10, bu yerda ham 10, bu yerda double da kelgan, double tipida, bu yerda float tipida kelgan, ya'ni bu yerda esa to'liq son bo'lib kelgan. Buning nimasini hozir nimada ko'ramiz? Ya'ni print ln, ya'ni res 2. Res 2 ni ko'ramiz, qanday bo'lib chiqishi kerak. Mana float 30. Biroq buning biz tipini bunday qilib hozir ko'ramiz. Tipini bunday qilsak,
nima chiqar ekan? Mana ko'rganingizdek double va float bo'lib chiqdi. Bu keyingi mavzuyimiz bu increment va decrement bo'lib hisoblanadi. Increment va decrement nima? Buning ikkalasining ham ma'nosi bir xil, biroq ikkalasi, masalan, bittasi plus 1 qo'shib borsa, ikkinchisi minus 1 ayirib boradi. Buni hozir biz misolda ko'ramiz. Masalan, var counter, ya'ni bu sanab turuvchi deb aytamiz. Ya'ni sanab turadi bizning nimamizni. Counter bu hisoblagich deb aytsak bo'ladi. Masalan, counter yana bir marta va plus 1 desak, masalan, bu yerda hozir bizlarda counter 0 bo'lib turibdi, to'g'rimi? Va unga 1 qo'shdi va counterimiz 1, ya'ni 0 bo'lib turibdi, biroq bu yoqda 1 bor. Va unga counterimiz nima bo'lib qoladi? Ya'ni 1 ga egallaydi bir nimasini. Keyingi nimada counterimiz 1 bo'lsa, bu yerga 1 keladi va 1 bilan 1 qo'shilib 2 bo'ladi. Ma'nosini tushundingizdan umiddaman. Ya'ni har nimada 1 qo'shilib boraveradi. Masalan, buni hozir print qilib ko'ramiz. Bu ko'pincha do'stlar, biz sikl nimasini o'tganda nima qiladi? Ko'pincha foyda beradi bu narsa. Sikllarga biz hali kelmadik. Hozircha nimasini, konsepsiyasini o'rganib turishingizni nima qilaman? Maslahat beraman. Bu counterni do'stlar bunday qilib qisqartirib yozsak ham bo'ladi. Counter plus tank 1 desak ham umuman ma'nosi o'zgarmaydi. Ya'ni to'g'ri kechirasiz. Print counter. Buni hozir nima qilib turamiz? Buning ma'nosi o'zgarmaydi do'stlar. Xuddi shuni bu nimaning qisqartirilgan versiyasi bo'lib hisoblanadi bu do'stlar. Buning ikkinchi nimasi ham bor do'stlar. Counter plus. 2 plusni qo'yib qo'ysak, ya'ni counterimiz nima bo'ladi? Ya'ni C++ tilini bilsangiz, agar C++ tilini bilsangiz dasturlash, unda ham xuddi shu, ya'ni increment bo'lib hisoblanadi. Bir level har nimada qo'shilib boradi degan ma'noda qo'ygan bo'lsa kerak. Incrementni o'tdik. Endi decrement ham xuddi shu do'stlar. Masalan, counter minus tank 1 desak, hammasini 1 ayirib boraveradi. Bu yerga do'stlar 1 deb qo'ydik. 2, 3 har xil qo'ysangiz ham bo'laveradi, chunki masalan, hozir bu yerda biz bir misol ko'ramiz. Mayli, biz buni yo'qotamiz va buni yo'qotamiz va bu yerga 3 qo'ysak, minus 3 kechasi bu yerda minus qo'yib qo'yamiz hozir. Har nimada minus 3 olib ketaveradi. Mana minus 3. Bu yerga counterga men hozir masalan 15 yozaman do'stlar va nimada 12 bo'lib qolishi kerak. Mana 12 bo'lib qo'ydi. 0 qo'yishingiz shart emas u yerga. Mana counterning ham nimasi bor? Countni bunday qilib, ya'ni counterda minus qo'ysangiz ham bo'laveradi do'stlar. Endi solishtiradigan znaklarimiz bor do'stlar. Solishtiradigan value tank, masalan value a tank 5, value tank, ya'ni value b7 tank b7 ga teng deymiz. Endi do'stlar print qilsak, bularni hozir men o'chirib turaman. Bularning nimasi bor? Print ln, ya'ni a ko'p b, ya'ni a ko'p b dan. Bu yerda ko'rishimiz mumkin do'stlar bu nimani. A bu yerda 5 va b bu yerda 7. Bu xato chiqadi. Ko'rishingiz mumkin ekranimizda bu yerda false degan yozuv chiqishi kerak. False degan so'z bu bilasiz xato degani. O'zi binarniy kod bo'ladi. 1 va 0 bilan ishlaydigan. Bu masalan bir tank true bo'lib hisoblansa, ya'ni
0 teng false ga nima qiladi? Binarniy kod deganlari bor buning. Masalan, buning nimasi znaklari ko'p do'stlar. Bularni yodlab qo'yishingiz mumkin. Masalan, b ko'p a dan. Ya'ni bu yerda b'miz ko'p a dan. To'g'rimi? Bu true chiqishi kerak. Va bu yerda a ko'p yoki teng b ga. Bu ham bo'lishi mumkin emas, chunki b ulkan va bunday ham bor, ya'ni b ko'p yoki a ga teng bo'lishi mumkin. Bu yerda ham false chiqishi kerak, chunki sonlarimiz bir-biriga teng emas. Va teng degan bo'ladigan bo'lsa, masalan b, ya'ni a 5, bu yerda b 5 bo'lsa, ikkalasi teng bo'lsa true chiqishi kerak. Bu yerda teng emas. Va println ikkalasi bir-biriga teng emas degan bo'lsak, shunday qo'yishimiz kerak. Shu operatsiyalarni yodlab qo'yishingiz mumkin. Mana true oxirgisi teng emas, to'g'ri. Bu false, masalan bu yerda teng, bir-biriga teng. Bu xato, teng emas. Bu to'g'ri, ya'ni bu to'g'ri emas. Bu to'g'ri va to'g'ri emas. Ko'rishingiz mumkin. False, true, ya'ni false, true. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman do'stlar. Va do'stlar, buning o'zining praktikasi bo'ladi. Shundan keyingi darsda men praktika qo'yaman. Bu yerda u praktikada biz oldingi darsda ko'rganimizdek zadachalar, ya'ni nimalar ko'rishimiz, mashqlar ko'rishimiz mumkin har xil. Agar siz o'zingizning bilimingizni qattiq nima qilaman desangiz. Bu yerda hozircha teoriyani ko'rdik. U nimada praktika amaliyot bo'ladi do'stlar. Shuning bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar videomiz yoqsa like bosing, kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang.